Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi ko'mirli kotol atamalarni yakunladimiz. Xudo xolasa, buni qizdirib berdik. Bu Yangi bozor tumani Yuqori Do'rman qishlog'i, to'g'rimi? Oyoq Do'rman qishlog'i. Bir ya'ni shu avvalgi eski vaqtda Qarsiz deb aytilgan bo'ladi, to'g'rimi? Qarsiz deb aytilgan. Yaqinda o'tgan yil Adilbek avomiyning ishini qilib berdik. Keyin uni jo'rasi Ro'shanobga, mana xudo xolasa Ro'shanobga o'zinikini atamalarni qilib beryapmiz mana. Ro'shan fermer. Ko'p odamlar ekan, o'z mahallasida. Yana bir qalinlik 10 soatlik alyuminiylar bilan qo'yib berdik. Suv aylanishi yaxshi bo'ladi, o'zi shuni qiladi. Panelni og'zidan chiqadi, jalla qizdiradi. Bom shu paneldan qolishmasin deb ko'proq qo'yib berdik-da bera. O'xshi aytgan ishlarni ko'rsatib o'tadigan 20 lik turbadan o'xshi bera bir 150 metr turba gitdi beradi. 150 metrdan sal ko'proq gitdi. Katta obyekt ekan bu, katta uy ekan bu. O'xshi bir 12 metrga qo'ydikmi beraylik? 10 metrga qo'ydikmi? 12 metrga qo'ydik, 12 metrga qo'ydik. Kotoldan bilan shu 14 to'shqa bo'ladi-da bu. Shunda shu birinchi batareyasini 1-2 dan ko'rsatib o'tamiz. Eng asosiysi nerda qaysi obyektda nishat qilinganini ko'rsatib o'tish kerak. Bu ham ko'rsatib beradi. Testo'mi? Bundan keyingisi bu yerda zalagan. Zalim katta ekan, do'shigandan bellanma ko'rsatib beraman. Zalagan keyingisi hamma yana shu bir xillarda zarur bo'ldi. Yana turba obratga ishidan ketib tutdi, ishidan chiqib tutdi obratga. Ana patachon ishidan ketib tutdi. Bilinmaydi deb qo'llangancha chiroylatib, do'jib, chiroylatib o'tirib berdik yana. Ashidan ketib turgan yeri ana yana ketib tutdi. Ishidan bo'linib tutdi ikki tomoniga qarab. Bu katta uy bo'lgandan keyin bir ham olib o'tishni iloji bo'lmadi, mana. Bu ham samotok sistemani qizdirib ko'rsatdik mana. Yana bir ham o'tib turishi. Patachon shunga ketib qoldi, obratga shundan keldi. Keyin bag'larni ko'rsatib o'tsak, hamma yerga ishini yana 20 lik audokran qo'yildi latonning. Ko'pchilik yaxshi biladi, audokran yaxshi bo'ladi bu. Umr uzoq bo'ladi. Remont etganda yozdirib olib, qaytadan qo'yishingiz mumkin. Yuqorisi 32 lik, pasti 25 lik turba bo'ldi. Toshkentskiy turba, qalinligi 2,5 senka. Shubha qiladigan o'rnalar bo'lsa, klientlarimiz bo'ladi bo'lsa, teraziga solib isbotlab ko'rsatib beramiz. Haqiqiy 2,5 mi, 2,5 emasmi? Mubolag'a kerak bo'ldi, 3 lik falan deb aytib, to'shni 2,5 turba. Yuqoridan pastdan yana shu stayga chiqqan turbalar ham. Stayga 20 lik turbani rossiyskiy ham 2,5 bo'ladi. Lekin 32 lik rossiyskiy 2,8 bo'ladi. Keyin navbatda bellanma ko'rsatib o'tadigan bo'lsa, Oğuzdan ko'rkazing ham bo'ladi. Buni necha biring? Undan keyingi xonasini hozir urdingizmi? Kraska urib tashlabsiz-da ustundan, o'shanadi. Toza urilib. Yana bellanma jitga bo'yatib uzalingan, qochdi hamma xona uzalingan ekan, to'g'rimi? Uzalmay xonasi yo'q ekan buni, hamma xona uzalingan ekan. O'shana qizishini ko'rdingizmi uni? Hamma xonani ko'rsatib o'tirishimiz shart emas-da. Qizi oxiri toshgan qoldi pishirdi. Zakonning qizdimi? Zakonning qizdi. Ajoyib qiz. Yana bir 2 batarani ko'rsataman-da. Hamma xonani bilan shart emas-da. Bunda 2 batarya ko'rgan, har aynan telefonni, har aynan telefon qo'ydik. Yuqorida peshanlangan sovuq havoni qizdirib o'tirish uchun ham katta xona ekan, ikkisi qo'ydi har aynan telefon. Orada ham qo'yildi, o'shuni keyin katonni ko'rsatib o'tamiz. Asosiysi ichkaridan meni ko'rsatib o'tirish shart emas. Orandalik narsa ko'p ekan buni, ko'rgan xonalarni. Buni agar video syomkasiga bir yarim soatlik video bo'ladi ekanda. Shuning uchun adorimni ko'rsatib qo'yadi. Yere 350 kvadratlık yukarıda yana 10 katı koyuldu. Yani morlarını şimdi işletip verdik bunu. Morusunu özü 1.300.000 son pul boladı bu. Şimdi işine boladı. Adli olsa 600.000 son pul boladı. Yine bu çıkandan ki içinde duradı bina. Özü çok kalatlı uçak duradı özü yine. Eşiklerinde soğuylanadı. Eşiklerde gropka boladı yine. Yok kalıptı. Yine aytıp ötçüken katı onun 2 kölesi var bunu. Arka variantam var. Sal yaxshiroq varianti bor. Ikkisini ham qizdirishi bir qimmatroq variant qo'yildi-da, bera. Bu katolning o'zini bahasi 9,5 million bo'ladi. Buni o'zini bahasi 9.700 ming so'm bu katol. Arg'isi 8.700 ming so'm bo'ladi 350 lik. Lekin ikkisini ham qizdirishi bir, prosto buni imida tozalaydigan vaziyat ham boshlab bo'lmaydi. Hammasi imbedan tozalanadi. Zagruzishni oranda kamerani bo'ladigan zagruzkasi bo'ladi.
tozalab olmang sotib birgina ham ishlari katta bo'ladi. Yana bu ish ham katta bo'ladi. Yana bular bir xil bo'ladi, yana bunkiri katta bo'ladi buni. Ham yana bu saqon vaqtida qiyinchilik tug'dirmaydi. Og'iz ham katta bo'ladi-da buni. Ham og'zi qilgan bo'ladi buni. Iri odalar ham, iri kamerlar ham yiraveradi. Endi uning egasi o'shani o'rdinglar, o'shani qizishini ko'rdingiz hammani. Sanoqda o'tgan yil jonangizni uyini ko'rganingizdan keyin ish beribsizlar. Shuni ko'rib, zakaz berdik-da. Bizning ishlarimiz yoqdimi sizga? Normal, ajoyib. Ajoyib baxil, normalmi? Akkuratni ishlaydiganlar bor. Bolalarimiz endi maqtanishamas, akkuratni ishlaydilar. Xudo xohlasa qo'ldan kelincha. Ro'shanamiz vaqt tutdi, ko'p bil hisobidan ko'p kameraga tushirdilar meni o'zida. Lekin siz kerakli odam bo'lsa, rasman kameraga tushirgan bo'lsalar kerak menimcha. Sizning fikringiz odamlar uchun muhim-da. Shuning uchun sizdan iltimos aytdim, mana shu bizlar uchun shu kameraga tushibang deb aytdikina, Xudo xohlasa. Men tushirmanglar deb turibdi o'zi. Iltimos aytdik. Xalq bilsin deb turibmiz-da. Kimning nima kerakligini xalq bilgani yaxshi-da. Ana shundan ko'rib o'zlari saylab ish beraveradilar. Yaxshi ish beradi masalan. Shuning uchun odamlar ham ko'rsin degan maqsadda chiqarib turibmiz-da bu narsani. Boshqa odamlar ham foydalanishi kerak-da bundan. O'sha pulni keladigan bo'lsak buni 38 million bo'ldimi? 38 million pul bo'ldi bu o'sha. 12 batareyasi, yana bu yashari 120 dona qimmat qilib batareya ketdi bera, donasi 100 ming so'mlik, turbalari ketdi. Katyol o'sha hammasi 38 million pul bo'ldi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, testdan nomerlarni chiqarib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ishlab beramiz. Obuna bo'lib qolish eslaringizdan chiqmasin, sog' salomat bo'lasizlar.